Saqdaş, endi S harfi bilan tanışıp beqing. Baş S, o'tira S, o'g'lanma S, yolg'iz S, Sodir polvon samsiyab uyidan chiqib ketdi. Bilamsizlar nima deb yomulni teshib chiqdi? Tarxundan keltirilgan is quyoshni to'sib oldi. Quyosh hech nimani ko'ramligashga taqqa isib oldi. Tulki boyvachcha galostuk osdi. Timsoh apandi qo'zini ko'rib, haqbuda qilib daryoga bosdi. Qo'limdagi dastdagi gilos, dedim o'zimga, asta qadam bos, taqda bar yo'lbos. S'ga A'ni qo'ysak, sa bo'ladi. Sa, sa. S'ga A'ni qo'ysak, sa bo'ladi. Sa. S'ga O'ni qo'ysak, so bo'ladi. O, so. A, sa, ne, san. Sa, ne, sen. O, so, te, sot. A'ga sanni qo'ysak, asan bo'ladi. Asan, ne, san, asan. Kaçkulla. Ay, o'rningdan tura Samsoqjon, o'rningdan tura, tez bo'la. Nima? İnəklarin qızırıb, qaş gözlərin qapqara olub ketibdi-ku. Nim boldun Samsoq aka? Nimisini deysen Samsoqjon, adamlar meni tunurg'a solab pishirib, ichimni qaynatib, yuzlarim kuyib ketgan tasliq oldi. Ular tehi uningdan qanoatlanmay, birimizning ustiga birimizni tizib, atayyanlik nashti uchun tayyorlab qo'ydi. Yana bu yerda sukut qilib o'tirdigan bo'lsak, ular meni yavitdi. Shundaqmi Samsoq aka? Undaqni qanday qilamiz? Qanday qiladi? Sen qarab turadigan bo'lsang, ular qiymikash bilan chanab, menani qitig'ini chiqarib o'tadi. Andın qizilmush bilan aralashtirib, qizilga mayga tashlaydi. Aqo'tangning qanday bo'lganligini endi bilib yetgansan? Yo'q. Men de qo'rqib ketyapman. Tezroq bir amal topsang-chi Samsoq aka. Amal demsa, faqat bir amal bor. Qanday amal? Bu yerda darhol qochib ketish. Qanday qochimiz? Avval asta hoylig'i chiqib qarab boqayli. Egimiz ishlayotgan fursatdan foydalanib, shartli qochib ketamiz. Chaqaroq bo'l. Hali ulgurmay qolamiz bo'lmasa. Tez bo'l. Astroq. O hozir nima ish qilyapti? U hozir sandiq yasayapti. Biz avval sandiq ustiga chiqib sinab boqayli. Bizga diqqat qilamdi yo'q. Hay, Samsoqjon, sen kichikam chaqqan bo'lgan ekan, avval sinab boq. Ma'qul. Mayli, u bizga diqqat qilmadi. Chaqqan qochib ketayli. Oy! Azatlık'a eriştik. Biz erkinlikle çıktık. Samsoqjon, ehtiyat qil, arqangga yon, poyez geldi. Voy Xudoyim. Aldirab qo'shal bo'lmasliging kerak edi, Samsoqjon. Hey, ko'nglar ayrilganni eyiqya, bo'lganni bo'ra deb to'g'ri aytibdi ekan. Rasululloh shundoq bo'ldi mana. Endi men yolg'iz nega borana? Hey.